yig'masang sen boy bo'la olmaysan deyapti. Boylik bu ko'p pul topishda emas, topgan pullarni yig'ib to'g'ri sarflab uni ko'paytirishda. Ko'pchilik o'ylaydi, ko'p pul topsam men boy bo'laman. Yo'q. Men ko'p pul topgin, o'sha kuni o'sha oy ishlatasan. Odam mana 500 dollarga oylik oladi-ya, o'sha oy ishlatadi. 1000 dollarga chiqsa ham o'sha oy ishlatadi. Shunaqa odamlarni bilamiz, 4000, 5000 oylik oladi, o'sha oy tugatadi. Ularda pul yig'ish naviki yo'q. Mana shunaqa pul yig'ish naviki yo'q odamlar 95%. Bu odamlar rassrochkaga oladi hamma narsani. Va umri davomida kredit to'lash bilan, rassrochka to'lash bilan umri o'tadi. Shulardan bittasi men shu paytgacha 18 ta kredit olganman. Har bir olgan kreditimni 30% qo'shib berganman. Ba'zi holatlarda 30 dan oshib ketardi, zalog-paloglar bilanda. Bu noto'g'ri yo'l. Bu real noto'g'ri yo'l. Dangasa odamlar ko'p hollarda boy bo'lib ketishadi. Qaranglarda, dangasa odamlar, ishchan odamlar oladigan bo'lsak, ko'pincha ishchan odamlar fizически ko'p mehnat qiladi-da. Fizически ko'p mehnat qiladi. 8 soat emas, 10 soat, 15 soat ishlaydi. Dangasa odam esa u dangasa bo'lgani uchun kallani ishlatadi-da, ko'proq odamlarni ishlatishga harakat qiladi. Biznes qachon rivojlanadi? Qachon u boy bo'ladi? Qachonki jamoani yaratib